Assalomu alaykum. Boya bir qiziq narsaga ko'zim tushib qoldi. Boyadan beri video olib yurgan edim. Xullas, qabriston bor edi, tog'ning tepasida. Tog' tepasida qabriston bor edi. Bir ayol borib, shu qabr ustiga nima qilib, ziyorat qilib turibdi-da, endi bizni tilda aytganda. Keyin u tushib ketdi. Keyin orqasidan borib so'radim. Dedim, kechirasiz dedim, bu yerda yotgan odam kim edi sizda deb so'rasam, meni qaynota bobom dedi. Qaynota bobom bilan qaynota buvim dedi. Ha dedim. Ularni ko'rganmisiz siz dedim. Yo'q, men ko'rmaganman ularni. Men nima deydi? Kelishimdan ham oldin o'tib ketishgan dedi. Ha dedim. Keyin gaplashdim ozroq. Sizda qaynonangiz ham tirikmi? Qaynota bobolaringiz, buvalaringiz o'tib ketgan ekan dedim. Eringizni ota-onalari tirikmi deb so'radim. Ha, tirik dedi. Ular bilan dedi, ovqatlanib turaman, ko'rishib turaman dedi. Eringiz keyin men so'radim, nimaga dedim, bunaqa ish qildingiz, ya'ni ziyorat qilgani keldingiz, o'tib ketgan boboyingizni desam, eri o'tgan ekanlar. Eri 7 yil oldin olamdan o'tgan ekanlar. Keyin juda bir boshqacha bo'lib ketdim. Ya'ni erlari olamdan o'tganiga 7 yil bo'lgan ekan. Erini o'zini deylik, qaynona buvolarini, ya'ni erini bobo buvalarini ziyoratiga kelgan ekanlar. Bundan tashqari erini ota-onalari bilan birgalikda ovqatlanib, yaxshi munosabatda bo'lar ekanlar. Eri o'tganiga 7 yil bo'lgan ekan. Juda bir ta'sirlandim bu voqeani ko'rib gaplashib, ya'ni bu ayolni deylik sadoqatidan, yaxshilik qilishga urinishligidan, Chusak bayramida o'zi qabristonlarga kelib ziyorat qilinadi-da. O'zi kamtar, kamsuqum, nima deydi? Jimgina ketayotgan edilar. Men ko'rib gaplashib, nima qildim? So'rab qoldim.